Mashinamiz ham xuddi oldingidaqa karburatorli shlankalarni noto'g'ri ulab qo'ygan. Hozir bu mashinamizning karburatorlarini ko'rsataman. Xo'p, shlankasini bitta havonikini ulab qo'ygan. Bu havo to'g'ri o'zi aslida. Havo tortadi silindr ichiga. Xo'p, ikkinchisini bu silindr ichiga benzin tortadi. Bu ham o'zi aslida havodiki, hozir men ko'rsataman sizlarga. Silindr ichiga pryamoy silindr ichiga pryamoy mana ichkariga benzin tortaveradi. Mana teshik ash karburator mana pryamoy silindr ichiga benzin tortadi. Ya'ni siz xohlasangiz ham, xohlasangiz ham rasxod ozaytira olmaysiz. Pryamoy ichkariga bor benzinni ichkarida poplovit ichida benzin tortaveradi. Xo'p, ularni qo'yib qo'ydik joyiga. Havo degilovka qilib turadi, elektrod magnit orqali o'tayotgan benzinni havo silindri degilovka qilib joyiga qo'yiladi. Xudo xolasa mana yuzishlari ham sotki bo'ladi. Bu holatda mana zavod holati bo'ladi. Rahmat. Mana ekan bu holat.